bu kishini barakotlari payg'ambar alayhissalotu vassalomga xizmat qilganliklari. Bu kishini bitta shu kishini aytiladi. Ko'plab sahobalar xizmat qildilar. Lekin xodimin nabiy sallallohu alayhi vasallam deb bu kishini aytiladi. Onalari shunaqangi bir aqlli ona, sahobiya. Ummu Sulaym, Alloh rozi bo'lsin, u kishidan olib kelyaptilar 10 yoshli Anasni Rasulullohning xizmatlariga. O'zlariga ham o'sha xizmat kerak. Lekin Rasulullohga xizmat qilib nazar topsin, duolarini olsin, Rasulullohni quvontirsin deya 10 yosh o'g'ilni olib kelib Hazrati payg'ambar alayhissalotu vassalomga olib kelar ekanlar. Ana Alloh u kishiga bergan buyuk bir fazl nima bo'ldi? Rasululloh bilan hali balog'atga yetmagan onalarimiz bilan bir uyda u kishi nima qildilar? Mana shunday istiqomat qilib Rasulullohning yonlarida doim bo'ldilar. Va u kishi aytadilar, doim Rasulullohni hayatlari, holatlarini sifatlashlikda eng bebaho so'z, eng go'zal so'z Anas ibn Malikning so'zlari bo'ladi. Aytadilarki, men payg'ambar alayhissalotu vassalomning qo'lidan yumshoqroq, hattoki nimadan? Harir, ipakdan ham yumshoqroq bir qo'l ushlamadim. Rasulullohning qo'llarini har kun ushlagan kishi. Rasulullohni ma shamamtu yoki ma shamamtu payg'ambar alayhissalotu vassalomning hidlaridan ko'ra xushbo'yroq hidlamadim. Rasululloh aytadilar, Rasululloh biron marta menga 10 yil ichida qot deydilar, qottun hech qachon deydilar, uf demaganlar deydilar. Qilishligim kerak bo'lgan ishni agar qilolmagan bo'lsam, voy lima lam taf'al, lima ma amilta, voy nega qilmadingiz demadilar. Bir ishni qilib qo'ygan bo'lsam, lima za fa'alta, nega buni bunaqa qilding demadilar. Hatto birida qarang, payg'ambar alayhissalotu vassalomga u kishi qilish niyatim bor deydi, lekin qasam ichib deydi. Qarang, bu yerda Rasulullohning axloqlarini bizga ko'rsatadilar. Rasulullohning axloqlarini ko'rsatib, bir kuni bir ishga buyurdilar. Anas ana uni qilib qo'ying dedilar. Qasam ichibman dedilar. Allohga qasam, vallohi la af'al dedilar. Allohga qasam o'sha aytgan ishingizni, aytgan so'zingizga quloq tutmayman, o'sha ishni qilmayman deb Rasulullohga hatto qasam bersalarda, Rasululloh mana shu o'rinlarda ham faqat kulib qo'ydilar dedilar. Nega deya u kishini koyimadilar. Balki meni o'sha Rasulullohning ko'p aytganlarini qilmaganligimni bilgan ahlim meni malomat qilsalar la talumu derkanlar. Allohning bu qadari, Alloh bir narsani amr qilib o'shani buyurgan bo'lsa, o'sha holat bo'ladi va bo'ldi dedilar. Hech qachon Anasni malomatlamang, urishmang, koyimang deya Anas ibn Malikni balkim ahllari aralashib urishadigan bo'lsalar, taraflarni olar ekanlar. Birida deydi, bir amalga buyurdilar meni deydilar. O'tib ketyapti, bozordan o'tib ketyapman. O'sha yerda bolalar o'ynab yurgan ekan. Bolalarning o'yiniga tomosha qilib tursam, bo'ldi. Shu o'yinni ko'rib qopdilar. Esidan chiqib ketgan, eslaridan chiqqan boy Rasulullohning buyruqlari. Bir mahali kelib, biri bo'ynimdan, qafa deyiladi, uni bo'ynidan bunaqa ushlayaptilar. Shunday qarasam, payg'ambar alayhissalotu vassalam o'zlari Rasululloh yana tutib kulayaptilar deydi, qarang. Rasululloh bo'ynlaridan tutib turibdilar-da, o'zi mana shuni o'zi baraka emas. Rasulullohning qo'llari Anasning bo'ynida. Qafa, mana shu yerdan qafa deyiladi. Bo'ynlaridan tutib Anas ibn Malik bunday qarayaptilar. Anas, bordingizmi bu aytgan joyimga deyaptilar. Kulayaptilar, tabassum qilyaptilar. Ha Rasululloh, hali bormadim, endi boraman dedim deydilar. Qarang, sahobalarga Anas ibn Malik Rasulullohning mana shunaqa hay'atlarini, ko'rinishlarini ko'p sifatlardi. Birida sifatlab turgan paytda eshitganlar aytdiki, go'yoki siz Rasulullohning tovushlarini eshitib, o'zlarini ko'rganday aytayapsiz-a deganda, ha dedilar. Men buni sizga aytishligim payg'ambar alayhissalotu vassalomga bo'lgan muhabbatim. Inshaalloh qiyomat kunida nima deyman deydilar, pasayib aytgan ekanlar. Ya Rasululloh, mana xodimuka, xudoyimuka deb aytaman degan ekanlar. Qarang, Rasulullohga hali qiyomat kunida men Rasulullohni mahkam tutaman, sizni xodimchangizman-a deb erkalanib shunday bo'yinlarini egib aytgan ekanlar. Radiyallohu ta'ala anhu va anhum jami'an. Endi Rasululloh aynan bu kishiga duo qildilar. Hamma sahobalarni ham yaxshi ko'rganlari kabi bu kishini o'zgacha yaxshi ko'rdilar. Anas ibn Malikni nafslariga, jonlariga, mollariga, umrlariga, amallariga duo qildilar. Va haqiqatda yoshlari 100 dan oshib ketdi. Ya'ni 100 dan ortiq 101, 102 degan rivoyatlar bor. Lekin qarang, o'sha yoshda farzandlari nabira evara bo'ladimi? Nabiralarini ham farzandlarini ko'rganlar. O'shanda 100 dan oshib ketgan ekan.
farzandlari ham, mol dunyosi juda ham barakali bo'lgan. Chunki Rasulullohning duolarini olgan zotlarda.